Assalomu alaykum bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar va obunachilar. Agarda hayotda 100 ta hayotiy saboqqa ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu kitobni o'qing degan bo'lardim. Robin Sharmani O'lsang kim yig'laydi? Endi bu kitob bestseller kitoblardan hisoblanadi va ikkinchi qatorda turibdi. 3 tasi bittada, ya'niki biz ruschasiga aytganda 3 в одном bo'lgan kitob bu. Qamar nashriyatidan olgandim. Endi buni haqiqatda ayrim sotiladi. Hozirda ham sotiladi. Ferrari sotgan rohib bu ham ajoyib kitoblardan. O'lsang kim yig'laydi? Bu juda ajoyib kitob. 100 ta nasihat bor, ya'niki hayotda o'zingizda yo'lingizni qurib olishda. Niyatni aniqlab olish, maqsadni aniqlab olish, u yo'lda qanaqa ketishlik, oilaga bo'lgan munosabat, farzand bilan bo'lgan munosabat va jamiyatda inson qanday o'rin tutadi yokida kitoblar haqida ma'lumot. O'zingiz bilan har doim kitob olib yuring deydi yoki hamma kitobni to'liq o'qishlik kerak emas. Muhimi o'qishlikda. Muhimi o'qishlik. Men ham har doim aytaman. Kitobni oxirigacha o'qish emas, o'qish muhim bu narsa ham, lekin inson hamma kitobni ham oxirigacha o'qishda sobit qadam bo'la olmaydi. Muhimi kitob o'qish. Muhimi kuniga 10 bet yoki 15 bet yoki 10 daqiqa yoki 15 daqiqa kitob o'qishlik. Bir insondan so'rashgan ekanda, kutubxonaga kirsa 5000 dan ortiq kitob o'qigan ekan. Shu insondan bu kitobni qanday qilib o'qidingiz deb so'rashsa, men bu kitoblarni hammasini 10 daqiqada o'qidim degan ekan. U qanday qilib deb so'ragan paytida men har kuni 10 daqiqa kitob o'qiyman degan ekan. 10 daqiqa. Endi 10 kun davomida 100 daqiqa bo'ladi, 100 kun davomida 1000 daqiqa, 1000 kun davomida million daqiqaga aylanadi-da. Bu million daqiqada qancha kitob o'qisa bo'ladi? Shu o'rnak bilan shu narsani aytilgan. Endi oilada farzandga bo'lgan munosabat, farzandni otaga bo'lgan munosabati, shu haqda ham ma'lumotlar juda ko'p keltirilgan. 100 ta nasihat, 100 ta. Juda zo'r ajoyib gaplar keltirilgan va 3-kitobi ham bor. Bu unvonsiz lider. Ya'ni bu biznesmenlarga, tadbirkorlarga yoki qaysidir bir o'sha diqqat tortish kerak bo'lgan insonlarga juda asqatadigan kitob hisoblanadi. Ya'niki lider shaxs qanday bo'lishi kerak, uni gapiradigan nutqida nima kamchiliklar bo'ladi, ularni to'g'rilash qanday bo'ladi yoki o'zini qanday ko'rsatish kerakligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Endi biz o'rtadagi, ya'niki O'lsang kim yig'laydi asariga to'xtalamiz. Ya'niki bu asar juda zo'r yozilgan. Iste'dodlaringizni rivojlantiring. O'zi eng birinchi nasihati aytadiki, iste'dodingizni topib oling boshda. Siz o'zi inson, yer yuzida yaratilgan insonlarning hammasi bitta iste'dod bilan boshqa insonlardan ko'ra ustunroq bo'ladi. Uni iste'dodi boshqa 8 milliard insonda yo'q. U shu iste'dodi bilan 8 milliard insondan ajraladi. Mana shu iste'dodingizni aniqlab oling va shu bo'yicha yo'nalishda ketish kerak va shu yo'nalishda o'zini rivojlantirish kerakligini aytadi. Va undan tashqari qahramonlar haqidagi kitoblarni kutubxonada tuzing. Qahramonlar kim? Masalan, o'zimizda davlat qahramonlarimi yoki o'zingizning shaxsiy qarashlaringizdagi qahramonlarmi? Kimdadir tarixiy qahramon bo'lishi mumkin, kimdadir ijodiy qahramon bo'lishi mumkin, kimdadir fantastik qahramonlar bor, endi bu utopik qahramonlar bor. Shu haqda asarlarni o'zingizning kutubxonangizga yig'nashtirib oling, ya'niki kutubxona tashkil qiling shu bo'yicha deydi. Oliy g'oyani toping. Oliy g'oyangiz nima? Hayotda oliy maqsad nima? Inson maqsad qilishi kerak va bu kitobning yana bir afzalligi shundaki, bittagina bu kitobni o'zini o'qimaysiz. U jahon bestseller asarlari haqida ma'lumotlar ham keltiradi. O'zini o'qigan asarlari va boshqa insonlar, Thomas Edison yoki Ernest Hemingway na asarlardan iqtiboslar, ya'niki keltirib o'tadi. Shunday vazminlikni saqlash, kam gap bo'lish va oilada farzand bilan qanday munosabatda bo'lish yoki farzandni oilaga qanday munosabatda bo'lishligi haqida va o'z ishini sevishligi va o'z ishidan rohat olishligi kerakligi, ya'niki haqida ma'lumotlar beradi. 100 ta nasihat bu yerda. Unutmang, farzandlaringiz taqdirning sizga tuhfasi deyiladi. Ya'niki inson farzandlarini, ko'pchilik inson karyera qilib olay, farzandlarimga keyin e'tibor beraman yoki ko'pchilik ayollarda emas, hozirgi davrda endi ayollarning ko'pchilik uyda, erkak kishilarda bo'ladiki, farzandlarimga e'tibor kam qaratyapman degan vajlar keltirishadi. Bunga sabab o'sha ishda yaxshi ishga joylashib olay yoki yaxshi karyera qilib olay, buni ham qilish kerak, lekin
inson charchab kelgandan keyin farzandiga bir yarim soat, 1 soat kuniga e'tibor berish kerak. Chunki farzand eng katta istaydigan narsa pul yoki ovqat unda emas. Eng katta istaydigan narsasi e'tibor hisoblanadi. Ya'niki o'z vaqtingizni unga sarflashligingiz eng katta farzandingizga beradigan narsa hisoblanadi. U bilan qanday muloqotda bo'lishlik, u bilan qanday munosabatda bo'lishlik haqidagi nasihatlar keladi bu asarda. Buni o'qishligimiz kerak 100%. Doim harakatda bo'lishga odatlaning. Ya'niki insonda qaysidir paytlarda ruhiyat tushib qoladi. Ruhiyat tushib qolgan paytda nima qilishlik kerakligi haqida ham aytadi bu yerda. Ya'niki bilim bu kuch. Aql insonning keyingi qadamni ko'ra oladi. Ya'niki aql insondagi keyingi kelajakdagi voqelikni ko'ra biladi. Endi bashorat desa ham bo'ladi. Endi bashoratni-ku hech kim qila olmaydi. Lekin insonda aql va farosat insonni kelajakda bo'lishi mumkin voqeliklardan xulosa olib biladi. Ya'niki o'tmishdan xulosa olib bilishlik, bugunga qadam qo'yishlik va bugun orqali ertaga zamin yaratishlik yo'lidagi bir qadam bo'ladi. Muammolaringizni jamlab ro'yxat qiling. Endi muammo bu yerda inson kunlik muammosi bo'lishi mumkin yoki oylik yoki yillik muammosi bo'lishi mumkin. Shu narsani yig'lab olish kerak yoki ertalab mana bu muammolarim bor, shuni hal qilishim kerak. Bu rejalashtirish deyiladi. Insondagi muvaffaqiyatlarni ham kechga kirib, o'sha ertalab ishlarni boshlagandan keyin yoki qaysidir yumushlarni qilishni boshlagandan keyin shularni kechga borib ro'yxat qilish kerak. Mana bu ishlarimni tugatib oldim, mana bu ishlarimni tugatmadim. Mana bu ishimda muammo bor yoki mana bu hayot tarzimda muammo bor degan tarzda. Shu qarashlar orqali dunyoga boshqa odamlar ko'zi bilan ham qarashni o'rganish kerak. Ya'niki faqat meni qarashlarim to'g'ri, men to'g'ri o'ylayman, meni so'zlarim to'g'ri degani emas yoki faqat men yashashim kerak degani emas. Bu egoizm deyiladi. Inson egoizmroq bo'lish kerak. Ya'ni o'zini qadrini bilish kerak, lekin bu meni fikrim har doim to'g'ri degan narsa to'g'ri emas. Ya'ni kimdir noto'g'ri o'ylashi mumkin, noto'g'ri ma'lumot olishi mumkin yoki noto'g'ri informatsiya olishi mumkin. Shu orqali inson noto'g'ri yo'lga ketib qolishi mumkin. Kimnidir ko'nglini og'ritib qo'yishligi mumkin. Ya'ni kimdirgadir gapirayotgan paytingizda shu insonni o'rniga o'zingiz tushib ko'rishingiz kerakligini aytayapti-da bu yerda. Shu. Qisqasi bu kitobni o'qishimiz kerak. 100 ta nasihat va 100 ta muvaffaqiyatga olib boruvchi yo'llar degan bo'lardim. Ya'niki siz o'zingizni, hayotiy tajribangizni 100 ta nasihat bilan, 100 ta maslahat bilan o'zgartirishingiz mumkin 100%. Bunga amal qilinadigan bo'lsa, o'sha boshida aytib o'tgan atom odatlar bilan buni chambarchas bog'lashligimiz kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.